ahamiyat eshikka javob bermagan. Kimligi bo'lsa ham ahamiyat yo'q. Qaraymizmi? Yo'q. Ye. Buami? Assalomu alaykum jigarlar, qandaysizlar? Salomatmisizlar? Ahvolingiz yaxshimi? Çok kiyimi jigarlar. Xo'sh jigarlar, xudo xolasa bugun First Fast o'yinni boshlab oldik. Epizodli o'yin bilasizlar, horror o'yin eslatib o'taman. Yosh kattalar, yosh bolalar ko'rish tavsiya etilmaydi. Qo'rqinchli joylar bor. Agar so'kkan joylar bo'lsa yo boshqa joylar bo'lsa, oldin uzr qo'yamiz jigarlar. Har doimgidek bizani jigarimiz, islom jigarimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun yangi o'yinni boshlab ko'ramiz. Fears of Phantom. Xo'p, boshlaymizmi? Boshlaymiz. Qo'ldan kelgancha translate qilishga harakat qilamiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Xo'sh, Tungi 8 atrofida uyg'ondim. Nima o'yincha cho'kka First Fast. Qandaydir grafikasi emotsionalniy, hissiyot beradigan. Kitob Chekda o'tirish. Zoom yo'q ekan, zoom. Chiqamizmi? Ko'raylik. Uchta xat. Already made seconds. Hech narsa buyurtma qilyapman. Allaqachon ertalab uchun senga isagini ovqat tayyorlab qo'ygan, shunchaki muzlatgich tekshirib ko'rib deyishyapti. Onasi qana ko'raylik, qani muzlatgichda. Pastga tushamiz. Homelon deganda hamon hayotda o'sha mashhur film keladi. Shunday. Endi qo'rqinchli versiyasi chiqarilgan ekan. Homelon video yolg'iz. Boshqani qidirib ko'ramiz. Ham ijozat xonalarni ko'raylik. Bu tashqari. Qoldi. Yon tomon eshik ekan. Eshikni ochamiz. Xonaga kiramiz. Muzlatgichda ochib ko'raylik. Nima ekan bizning ovqat? Ovqat sovuq ekan, isitishimiz kerak. Voy. Ovqatimizdan Nice. ovqat isilayapmiz. Parda o'chiriladi. O'ylasak bo'lar ekan. Kontrol bilan o'tirar ekan. Yop, pardani yop. Ovqatimiz isida, televizor ko'rib ovqat tomosha qilishni yaxshi ko'rar ekan personajimiz. Qani endi televizorlar. Televizor adashmasam mana bu yerda. Yo'q, televizor Xona. Manaka. yo'q. Shu. Qanday yo'qlar ekan televizor? Bitirmaydi, yaratishga. Ibi, turib ketdim. Ekan. Zoom ishga ekan. Ovqat yemaydimi? Mana qaratish kerak ekan. Qarab qo'yaylik. Kimdir chiqib ketdi. Chiqdimi? Kimdir chiqdi. Kimdir sharqasi ko'rindi. Boshdan
birden ko'rib qoldim to'g'risini aytsam. Ko'zga ilinadi. Ha. Mesela Oliver'da ikkita xat. Hozir. Ertaga kesin kemga boramiz va bizni chaqirishgan bu yoqda. Xabar yozamizmi biz yo faqat o'qiymizmi? Yo, o'qiymiz, faqat o'qiymiz. Menimcha bilmaymiz kerak hozircha. Yozamiz. Okey. Deb yozib qo'ying. Значит, biz yozmayapmiz. Demak, biz yozmayapmiz. Tepaga chiqib ko'raylik, tepaga kim chiqib ketdi bu yer? Faqat sekinastalik bilan. Sekin chiqyapti personaj. I'm sorry. Hammasi yaxshi, ehtimol biz erkak. Eshik ochildimi yo ochdikmi o'zimiz? Zoom bilan Zoom yo'q menimcha. zoom yo'q ekan. Xo'p. Boshqa uy xonalarni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Kim kirdi bizni xonaga tushunmadim. Bu personajimizning o'zining yotoqxonasi. Shkafni ichidan balki. Shkaf ochilmaydi menimcha. Kim chiqib ketdi bu yer? Kelyapti shekilli. Qadam tovushlari. Ha. Eshik yo'q. To'xtang, mana bu xonaga. Ha, kirdik-a bu yoqqa. Aka hech kim yo'q. Nima qilish kerak? Mazmuni nima? Shunchaki ko'rinmas. Kuzatib kiraylik. Yetar. Meni kechirasan, ertaga bir uzor oldi bilaman degandek ma'noda yozyapti. Xonada hech kim yo'q. Shunda yuramizmi o'zimiz? Yo'q, tamam. Tamam. Ha, bu ishni qilishim Yo'q, kerak. uyga vazifani tugatganimizdan qardim uyga tushiryapti. Yo'q, o'zi shunday ekan. Uyga vazifalarni tugatishim kerak dedi, ha?
pastdagi anini televizorni ovozidan o'chirib chiqish kerak, fokusini jamlamayapti. Tushundim. Fikrim. Televizor o'chirgandek ko'zimiz. O'chirilmagan televizor. Mana endi o'chdi-da. O'chirmagan. Ehtimol o'chirmagandir biza. Xazinadan chiqishga besh ketdim lekin. Mayli, o'tishga darsdan foyda. Tungi 12:38. Tungi, Men ishni uyga vazifalarimni tugatdim. Bugun bir necha soatimiz. Xo'sh, endi nima qilamiz? Get up. Uxlash kerakmi endi? Onadan ikkita xat. Onasidan so'z keldi. Don't stay up late, your kids. You shouldn't get there. All this time. Yeah. Kechqurungacha o'tirma. Sen Paul Time'dan bu safar hech qanday xabar eshitmadingmi? Eshitmagan. Uxlab ko'ramiz. Men uxlamayapti. TVni ko'ramizmi? TV. Balkim karavotga tezroq yaqinroq borish kerakdir. Yo'q. Adashmasam televizor haqida gap ketdi. Yo'q. O'sha serial. Eshik ochiqmi? Yo'q, bu eshikda. Shift'da bo'lsa tezlashib chiqar ekan. Shift Boshqa ko'p o'yinlarga shift sekinlashtirsa, Ha, bu o'yinga ha. tezlashtirar ekan. Tezlashtirar ekan, ha. Uxlarkan. Necha soat uxladi personajimiz? Oh, 1 soat. Suv ichishim kerak. Suv ichib kelish kerak ekan personajimiz. 1 soat uxlabdi. Hay, sekinroq. sekin. Personajimiz suv ichgilari kelibdi. Scotch. Eshik ochiqmi? Qanday to'g'risiga? Going to me. İşte jigar yotib ko'ramiz endi. Xo'p, uxlashga harakat qilib ko'ramiz. Oyim surat yubordi. Rasm yubordi. Sen shu yerdamisan? Rasmga tilashini qil. Eshikning oldidagi kim? Sen kimsan?
Sen shu yerdamisan? Eshikni oldida kim bor? E, Hozirgina qaraganda eshikni oldida hech kim yo'q-ku. Yashirinish uchun bosing. kimdir keldi menimcha. Tushunmadim. Shunda yashirinib turaveramizmi o'zimiz? Tashqarida ko'rinadimi yo'qmi derazadan? Yo'q. Yo. Sekinlik bilan. Xo'sh, kim ekan? Onamizdan 4 ta xabar keldi. Paula menga yubordi. Uni aytishicha Creeping qo'shqotilmi? Politsiyaga qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Sen uy xonangni ustidan qulflagan va ichkarida yashiringan. Eshikka javob bermagan. Kimligi bo'lsa ham ahamiyat yo'q. Qaraymizmi? Yo'q. Ye, Buami? Kim ekan u? nima buray? Muzikalar ham qo'rqinchli. Nima qilamiz? Qaraymizmi yo'q? Yashirinamiz. Yo'q, yashirinaylik. Yashirinaylik jigar. Mayli, yashirinamiz. Qayerga yashirinamiz? Bolalar xonasiga, o'zining xonasiga borish kerak. Eshikni qulflab. Shu yopilgani qulflangan menimcha. Ha, qulflan. Demak, pastga yashirishimiz kerak ekan. Bo'ldi, endi joyimizdan siljimaymiz. Yo'q, telefon qilmadik-ku. Hech kimga telefon qilish shart emasdi. Telefon qil demadi. Yo'q. Politsiyaga qo'ng'iroq qil demadi. Biz politsiyaga qo'ng'iroq qilishimiz kerak deganda-yu, lekin qanday qo'ng'iroq qilishni aytgani yo'q-ku. Xo'sh, azizlar, bu yog'i kulminatsiyasiga kirib boryapti. Nima qilamiz? Faqat kutib o'tiramizmi? Faqat kutib o'tiramiz, demak. Onamiz xabar ham yubormadi. O, mana. Bu Paul. Sen meni eshityapsanmi? Ha, bu Paula ekan. Hammasi joyida. Onamiz bizdan uzr so'rayapti, hammasi joyida. Qanday boshqa odam edi lekin. Bu Paula ekan, Paula. Yana qo'ng'iroq bo'lyapti. Eshik taqilyaptimi? Voy. Xo'sh, jigarlar, Home Alone o'zi qisqacha o'yin ekan, 20 minutlik o'yin ekan. Xo'p, bularning epizodlari ko'p. Hozircha ular North Strike, keyingisi Carson House. epizodlar ko'p. Xudo xolasa Bashnia bor, qolganlar bor. Ularni ham o'ynashga harakat qilamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, podpiskani yemanglar. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda ko'rishguncha. Xo'p, jigarimiz siz bilan xayrlashib olaylik. Mayli, rahmat. Lekin oxiri realniy gap juda qo'rqinchli bo'ldi. Ikkalamizga ham reaksiya hozir sarflab berish qiyin. O'ynab ko'ringlar. Tekinga topsa ham bo'lar ekan bu o'yinni. Steam'da bor. Steam ustida bor, Cyber saytida bor, programmasida bemalol sizga chat qilib o'zlaridan o'ynab ko'rsalaringiz bo'ladi. O'yin zo'r. Bemalol o'ynab ko'rsalaringiz bo'ladi. Xo'p, jigarlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.